Insonning stress, bosim va qiyinchiliklarga qaramay moslasha olishi, ruhiy muvozanatini saqlab qolish qobiliyati psixologik chidamlilik deyiladi. Bu tug'ma emas, vaqt o'tishi bilan shakllantiriladigan psixologik resursdir. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chidamli odamlar muammolardan qochmaydi. Aksincha, ular vaziyatni real baholaydi, his-tuyg'ularini nazorat qilishni biladi. Bu vaziyatda nima qila olaman degan savolni o'zlariga berishadi. Psixologik chidamlilikning asosiy tarkibiy qismlaridan biri emotsional regulyatsiya, ya'ni o'z his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyatidir. Stress paytida kuchli hissiyotlarni bostirish emas, balki ularni anglash va sog'lom tarzda ifodalash muhim hisoblanadi. Ikkinchi muhim omil kognitiv moslashuvchanlik, ya'ni vaziyatni turli nuqtai nazardan ko'ra olish qobiliyatidir. Yana bir muhim jihat ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. Yaqin insonlar bilan emotsional aloqa stressning biologik ta'sirini kamaytiradi. Psixologik chidamlilik og'riq bilan yashash o'rniga undan o'sish va oldinga harakat qilishga o'rganishdir va eng muhimi chidamlilik mashq bilan rivojlanadi. Agar ongli yondashilsa, chidamlilik ichki kuchni mustahkamlovchi tajribaga aylanishi mumkin.